وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz bugün 15 Temmuz'da Ölümala davet programımızı nasılıyla Allah Subhanahu ve Teala'dan bu programın ulaştırılan onun için küçük bakan ve vaktini, kemmerlik vaktini çıkarıp bu sorunun tepkiye getirmek düşünüyorum. Allah Subhanahu ve Teala'dan nafret dileyimiz. Allah onlardan razı olsun. Hem sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'deki Benu İsrail'in kıssından başlayımız. Öyleyse memnunum. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kıssa namıda, Türkmen ümmetlerinin kıssa namıda ilgili ümmetler baştan geçirgen nurgun meselelerini bizge bayan kılır. Bunun içinde ilgili ümmetler özününki hatırcam turmuşlardan kaysi günahi sebeplik ayrılıp kaldı. Yaki ilgili ümmetler düşüp ketken şu krizis, şu iğirçiler, şu katıklardan kaysi sebep bilen kanda şekilde tutuldu. Bu mezmunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de kıssa namıyla bizge bayan kılınır. Çünkü biz nöbette malum bir şahit yaşamadığımız hem öyle bildiğimiz bunu. İktisadi cihette, siyasi cihette bir krizis bizni her taraftan kıynavatdı. Üzümüzden nemiş kılışımızda üzümüz söylenmevatkandır, cevap izlevatkandır, teyipte yaşavatımız. Tabii ki bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'deki kısıla arkalık durur. Çünkü emeli hayat bilen seliştirmek. Bu emeliyle yapmasıdır. Yani biz bugün sizlerle ortaklaşmakçı olan kısa Benu İsrail kıssası. Aldı bilen yapılan asasi mezmunu kiriştiğine ilgili Benu İsrail kim diyen hakkında küçükene toxtalsak hemiyle belki anlayan bu kıssalarını, bu vakitlerini Yusuf Aleyhisselatü Vesselam Mısır'a hakim olan zamanda Yusuf Aleyhisselam'dan kaldırı ve cemiyeti Mısır'a Yusuf geldi. Bula Mısır'daki Benu İsrail'ler. Yani şu vakitteki dindarlarının vekil olan bir millet, dindarlarının vekil olan millet, kin vaktinin ödüşüge erişip şu cayının hakimiyeti evlilerinin kulunu kim? Yani Yusuf Aleyhisselam hakim olan şu padişahlıkını evliler kulunu getirgen kim? Benu İsrail'ine kuldular. Yani Benu İsrail millet karakterini kulup getirgenler. Yani dadısı kul, badısı tuğuludu, kul tuğuludu. Ölüdü, kulpeti ölüdü, yaşaydı, kulpeti yaşaydı. Yani hiç yüzünde erkinlik olmayan, ne siyasi cihette, ne iktisadi cihette erkinlik olmayan bir şekilde yaşayan. Ula şunçilik derecede harlangan ki, erleri öldürülüp, ayalları kaldırılgan derecede. Emniyette biz bugünlük kurvatımız yani bugün günde. Bana bula Benu İsrail, yani Mısır'daki, öz vaktideki, yani Müslümanların vekilleri tapıldığı işi öz vaktideki. Bunların karşısında bugün günümüzde dünyada özüne iktisadi cihette, siyasi cihette, harbi cihette en güçlü de karaydığan devletler var. Şunun bu okşaş şu vaktideki güçlüklerin simvolu olan Firavun. Bu vakayla Kur'an-ı Kerim'de bizge bayan kılınır. Hem de şuya gelgen vaxtıda Benu İsrail 400 yıl etrafında bu horluklu tarihti. Bu kulluktu yaşıdı. Ama
bir millatning asla o şekilde yo'qolib ketishi mumkin emas. O millatning tiriladigan vaqt keladi. Qul millatning yoki xorlikda yashagan millatning tiriladigan vaqtida ularni ezganlarning tushi buziladi. Dal Firavunning shu xil shaklda tushi buzildi. Talvilashdi. Banu İsrailning butun an'analarni Banu İsrailning butun erlarini, tug'ilgan erlarini hammadan qirib, ayollarini qoldiradigan bir holat shakllandi. Qarindoshlar, bu qissadagi bu nuqta bizning diqqatimizni tortishi kerak. Yani düşman telvilashgan vaqtida, majnunlashgan vaqtida ana shuna telvilashdi. Maqsadagi ma'alat bu bizning bu so'zimizdagi birinchi nuqta. Amaliyotda bu düşmanning telvilashgan vaqti dal ojizlarning, mazlumlarning qalbisining yiqilashgan vaqti. Allah subhanahu va taolo bularning irodasiga xilof holda bularning shu o'ltirayotgan ruhlar ichidan Musa alayhissalatu vassalamni saqlab qoldi. O'sha shaklda davom qildi bu ishlar. Musa alayhissalom o'tirib keldi. Banu İsrail ichida o'zining tashviqotini yaydi. Banu İsrailni Allohga chaqirdi. Oxirida Fir'avnning zulmidan bularni elib Mesir'den chiqib ketish uchun oldiga deniz tusal bo'ladigan bir yo'l keldi. O'sha kelgan vaqtida Musa alayhissalom bilan Musa alayhissalomga ergashgan shu kishilarning shu vaqtdagi kayfiyatini, ularning shu vaqtdagi hissiyoti bizning hissiyotdan kelishmaydi, deyishmaydi. Qur'oni Karimda bu xil ifodani mana tasvirlaydi. Ya'ni Sura Shu'aro'ningki 61-62 oyatda Musa alayhissalomdan qavmi Musa alayhissalom bilan birga Fir'avndan qochib Qizil dengizga duch keldi. Oldi cheksiz dengiz. Keynida million kishilik muntazam qo'shin 400 yil ichida bu qo'shinninki, bu zolimlarninki zulmi bularning qoniga singib ketgan. Ya'ni ularning gapini anglasimi, shayni ko'rsimi qo'rqib yurtirolmagan bir holat yashagan bir xalq. Oldi dengiz, keyin million kishilik qo'shin. Yani aldığımı çıkış yolu yok, keynigimi hem çıkış yolu yok. Xuddi bizning ahvolimiz o'xshaydi. Baradigan yerimiz yo'q, ketadigan yerimiz yo'q, ikkinchi bir tanlash yo'q. Mushu vaqtida Musa alayhissalomning qavmi, ya'ni Banu İsrail shu vaqtda qanday ifoda bo'ldi? Xuddi bizdagi bugungi navbatdagi ifodaga o'xshashlar, nima dedi shu vaqtida? Inna la mudrakun. Biz tutib qoldik. Yani bizning ishimiz tugadi. Chunki dengizga kirish yuradiganlar yana qo'yamaydan bilamiz. Keyinda qo'shin kelyapti, qarab turyapti. Bizning hozirgi ahvolimizga o'xshashlar yani. Bizning qiladigan boshqa bir ishimiz yo'q. Oldimizga maqsad tehi, keyinimizga maqsad tehi, iqtisodiy jihat har tarafdan siqilayotgan, siyosiy jihat har tarafdan siqilayotgan bizning ikkinchi bir tanlash fursatimiz yo'q. Musa alayhissalomning qavmining bu so'zi, biz inna la mudrakun degan so'zi insoniy nuqtadan, dunyoning sabab qonuniyati nuqtasidan to'g'ri. Sabab qonuniyati nuqtasidan bir ojiz bir millat. Qo'lda to'mirning suni yo'q, hech ish qilolmaydi. Keynidagi buyuk muntazam bir qo'shin million kishilik, oldidagi zo'r bir dengiz, o'limdan boshqa bir yo'l yo'q. Bu noktadan bularning biz tugashdi, biz tutilib qoldik degan gibi mantiqiy nuqtasidan to'g'ri. İnsan irodasi, insonning tushunish nuqtasidan to'g'ri. Ammo dunyodagi hayot, dunyodagi ishlar ma'lum bir sabab qonuniyati bo'yicha belgilangan bilan bu sababning bir ustida bir Rabb bor. Ishlar sabab natija bo'yicha ma'lum. Kuchliklar ojizlarni yengadi. Ama mesele insanın kuludan çıkan vaxtıda, insanın iradesinden çıkan vaxtıda, yani insanın kudretinden çıkan vaxtıda bu meselenin Allah kullanır. Şu vaxtda Musa aleyhisselam nimde cevap verdi?
Biz endi bizning xalqimizga masalan, biz sizga nima deb javob beramiz? Musa alayhissalom degandek javob beramiz. Musa alayhissalom dedi shu vaqtida kalla. Unda shu yo'q. İnne ma'iya Rabbi seyahdi. Bizning yo'limizni ochadigan Allah var. Çünkü mesele insanın kudret dairesinden çıkıp gitti insanlar. İnsanın o'zi qilaoladigan, sebep qilaoladigan holatdan chiqib ketdi. Qilaoladigan bir şey yok yani. Aldı dediniz, kendi million kişilik qo'shib, o'limdan boshqa yo'l yo'q. Tabii ki meseleni Allah o'zi topshirib oldi. İnsanın qiladigan boshqa sababi yo'q. Musa alayhissalom dedi ki şu vaqtida kella. İnne ma'iya Rabbi seyahdi. Mening yo'limni Allah ochadi. Şunu biz şunda diyemeyiz ki düşman yüzünü dünyada bir sınaydıgan düşman olsun. Bizning yollarımızın nerede olsak itip aldığa ya ki kendine mağamaydıgan halatı ekip koygan bolsun mu? Biz diyemeyiz ki bizning Rabbimiz var. Xuddi Musa ve onun kavminin aldığı deniz geçilgandek bizning aldığımızda mı şunda yollar qanaqadir geçilir. Biz deymiz ki düşmanın gücü olsa, düşmanın iktisadi yuqori olsa, düşmanın sani çok olsa, bizning Rabbimiz var. Rabbimiz bu yolni bizga cho'qim qanaqadir ochadi. Aramızdan başta Musa'la çıkış kerak. Yoki chiqirilishi kerak. Emniyatda bir millat o'zining qutqazuvchilarini o'zi yetishtirib chiqadi. Endi mushiyaga kelgan vaqtda qissaning oyog'ini bu vaqalikning oyog'ini balki hammalar ma'lum shaklda bilasizlar. Musa alayhissalom o'zining qavmini olib dengizni qanday qilib kechib o'tdi. Endi mushiyaga kelgan vaqtda biz bir narsa kalımızga keladi. Tamam. Mesele Allah tarafı ketibdi. Bizden elikimizden çıkıptı. Ama bizden üstümüzge nima ish tushdi? Biz bu yoldan qutulish uchun, chiqish yo'li va erishish uchun nima ish qilamiz? Bizning doim deydigan o'zimizning ahvolidan deydigan bir gapimiz va har doim mazmunning deydigan gapi. Shu vaqtida Musa alayhissalomning qavmi shu gapni degan. Ya'ni sura A'rofning 129-oyatida nima deydi? Qalu uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'd ma ji'tana. Sen bizden bir başlap geldin. Biz ne uyanıp tutulumuz dedim. Ama ahval aynı ahval. Sen geliştin ilgili ahval şu değil. Sen geldiğin kim bunu tutul dokman. Bizden hiçbir çıkış yolumuz kalmadı. Diğer vakti Musa Aleyhisselam şu vakitte neyim dedi bu kanuniyet yani. Acizlanın ki üzünün kudretinin sırt yani üzünün küçüğünün sırt ahvalı çıkmagan bir kanuniyet. Musa Aleyhisselam ne cevap verdi? Asa rabbukum ey yuhlike aduvekum. Allah düşmanlarını mağlup kılamaz. Düşmanlarını veyran kılamaz. O sırada korkmam var milyon kişi düşman. Aldığımız düşmanın gücü ne kadar çok olsun. Onun sahne ne kadar köp olsun. Dünyadaki yerligen orada kancık olsun. Mesela Allah kat değil. Silahını seninle söz sahibi kılanı. Ve yestahlifekum fil ard. Seninle söz sahibi kılanı. Üzerinde kılan emez. Hatta başkalarının üstüne söz sahibi kılan. Ama meselelerde ayetler ahirinde inçkin oturulması var. Feyanzura keyfeta. Mühim nokta mağul. Buradaki inçkin mesele senin nimiş kılışın var. Bunun karta kandar pozisiyada buluşun. Biz çoğu hesaplayız. Ya biz kılamayız deyimiz. Ya o şunca sahne köp, şunca kudretli. Bizden işimiz olmasa kandar galip geleyimiz deyimiz. Yerdeki mesele düşmanın sahnının köptüki, düşmanın büyüklüğü bizim acizlik meselemiz emas. Fakat bizden onun körüstüdüğün ifade meselesimiz. Madem biz ifadeni cahide körüstürsek, biz kırıdığın işi cahide kıla alırsak, o düşman bizden aldığımızga desepti hiç kimi küzümüz ilmigen bir düşman parçalandıgan tot şeklinde kılır. Biz onu birden yötelemiz olur. Ama mesela ayetinin ahirisi gelgende feyanzura keyfe ta'mal. Bizning nimish qilishimiz muhim masala.
Musa alayhissalom buni dedi qilmagan. Alloh buni bizga hikoya qildi Qur'onda. Nimishqa bizning masalamizmi ayni masala. O'zimizning ozligidan, kuchimizning ojizligidan bugungi kunda tushib qolgan bu sharoitimizdan ansish yo'q. Masalan, o'zimizni tuzdik. Qilishga tegishli ishni joyida qildik. Dushman bizning oldimizga biz hazm qila oladigan holatda keldi. Yeterki sizning tishingiz saq bo'lsin, oshqozoningizning saq bo'lsin, vaqtga dushmanni hazm qilishga. Ama onun oldida qilishga tegishli bir ishlar bor. Endi biz bu qilishga tegishli ishni yana Qur'ondan izlaymiz. Mana qiyinchilikqa tushib qolgan, mana kirizga tushib qolgan, o'zining nima qilarini bilmagan musulmonlarga qarata Qur'oni Karimda chiqishi nima desa, Qur'onda ikki o'rinda. Birisi Sura Baqaraninki 153-oyat. Yani birisi 45-oyatda shu suraninki. Biz mu'minlarga bir chiqish yo'lini berdi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-sabr. İnnalloha ma'as-sabirin. Oyat musulmonlarga ikki narsani buyuradi. Birisi bardoshlik berish. Bu da'voda chidamchan bo'lish. Bu yo'lda oxirigacha tik turib menish. Buning Qur'ondagi ifodasi as-sabr degan iborat bilan ifodalangan. Sen qachon bo'shashsan, belingni qo'yarsan, o'zingni qo'yarsan, tugashding. Bu bir. Ikkinchisi vas-salat. Alloh bilan bo'lgan munosabatingni uzmaslik kerak. Bu munosabatning eng yaqin ifodasi namoz. Bizda krizisga tushgan, qiyinchilikka tushib qolgan, nima qilarini bilmaganlar ikki xil ish bilan bu yo'ldan kechib ketadi. Birisi yo'lni uzluksiz davom qilishga umid uzmaslik kerak. Yana birisi o'zining aslini, ya'ni o'zining musulmon ekanligini, kimga tava ekanligini, kim ekanligini unutmasligi kerak. Shunday vaqtda bizning erishadigan natijamiz nima bo'ladi? Innalloha ma'as-sabirin g'alaba bizning. Biz nishon qilamiz. Nusrat bizning o'rnida tabiiy. Ammo har masalani shaxsiy tushunish, hamma odam o'zini o'ylash, bu yo'lni unutish, bu da'voda bo'shonlik qilish, vaysirash, o'zining navbatdagi ahvolidan og'rinish, oldiga minishning o'rnida bu ahvollar dal aksicha unumli. Yani ikki ish musulmonlarningki chiqish yo'li. Shunga bizning bugungi sizlarga demoqchi bo'lgan so'zimda muhim 3 hol bor. Berilgan vaqt qisqa bo'lganlik munosabat bilan so'zimni oxirlashtirishning oldida yuqori so'zlangan masaladagi 3 muhim holat bor. Birisi dushmanning eng talvilashgan, eng uchiga chiqqan vaqti bizning echilish zamonimizning boshlanishi. Aynı şekilde bunu biz qissada Musa alayhissalomning tug'ilgan yillaridagi Fir'avnninki erlarni butun tug'ilgan o'g'il bolalarni hammani o'ldirib, qizlarni hayot qo'ygan ahvoli aynı şekilde bizning millatda yuz berayotgan ahvol shu. Dushmanning tushi buzilib, dushmanning tushi buzilib, shuning reallikka eshib qolmaslik uchun bizning millatdagi qarg'a keladigan o'ziga tahdid bo'lish ehtimoli bo'lgan herkes yo'q bo'lyapti. Bu bir ahvol, bir xulosa. Buni biz o'zimizga nisbatan bir chiqish yo'liniki, bir tong etishning oldidagi bir boshlanish, birinchi qadam deb tushunish to'g'ri. Bu birisi. Ikkinchisi, eng qiyin mazgil kelib qolgan vaqtda aramizdan yo'q, bizning Robbimiz bor. Dushmanning kuchi olsa, dushmanning puli olsa, dushmanning askari olsa, bizning Robbimiz bor deydigan Musolar chiqishi kerak, ham chiqirilishi kerak. Biz o'zimiz aramizdagi bu Musolarni o'zimiz chiqaramiz. Qachon bo'lsa bular chiqish kerak o'tirgan. Uchinchi muhim nuqta bugungi darsimizdagi bugungi suhbatdagi bizning chiqish yo'limiz navbatdagi ahvoldan bu krizisni atlab o'tishning muhim nuqtasi bardoshlik qilish. Bel qo'ymaslik. Shunga qarindoshlar oldimizda faqat ikki yo'l bor. Ya chidaymiz, yo'lni davomlashtiramiz, o'zimizning aslini yo'qotmaymiz, Alloh bilan bo'lgan munosabatni yo'qotmaymiz, nishon qilamiz, g'alaba qilamiz. Yoki masalani shaxsiy o'ylaymiz, o'zimizni bir ish o'ylaymiz, yashash yo'lini tanlaymiz, yo'qolib
tügüşüp cemiyetke sınıp ketimiz. Bu hemmesi üzümüzge bağlı. Mesela ahiriste üzümüzge kep kaldı. Çünkü bizge eskertilgen ayetin ahiristeki ayette keyfe ta'malun. Bizning nemish qilishimiz bu masaladagi eng tayin o'yinda qoldi. Shunga unutmasligimiz kerak qarindoshlar, dushmanning har qancha kuchi bo'lsa, bizning kimimiz bor? Allohimiz bor, Robbimiz bor. Shuning bilan munosabat, vaqt munosabati bilan men sizga oxirlashtirman. Allah peygamberimiz için Allah hem razı olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.